Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa mana navbatdagi obyektimiz uyning ichiga mana shunday chiroyli holatda hammom qilingan. Ko'rib turibsizlar, avtomatlari. Ichkarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyada, opitsiyada telefon raqamlari bo'ladi. Vitechka bilan plafon qo'yilgan, mana ko'rib turibsizlar. Havo tozalash uchun vitechkamiz mavjud. O'chirib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Mana uyning ichiga qilingan. Hamma yo'g'i bor mana. Akkuratniy holatda turibdi. Aristonlarimiz 50 taligidan. Dushovoylarimiz. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, dushovoy stoykamiz ham ajoyib holatda originalidan qo'yilgan mana. Devorlarimiz dekorativniy panel bo'lgan. Dekorativniy paneldan qilingan, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringlardek mana shu holatda dushovoy stoykalarimiz ham o'rnatilgan. Sut tushishlari ham ajoyib mana. Tepani ham mana sut tushishlari ajoyib, mazza qilib bir cho'miladigan joy bo'lgan, xudo xolasa. Yoqsa bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Pataloylarimiz Dekor Plus, pollarimiz esa Matvi kafeldan bo'lgan mana. Xudo xolasa rakvinalar tepasida oynasi bilan birgalikda o'rnatilgan. Xo'p, material puliga keladigan bo'lsak, 10 million so'm atrofida ketgan mana shu joyimizni uyning ichiga bo'lgan. Ashifka qilib bu mana shu holatga kelishiga 10 million atrofida pul ketgan mana. Usta xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyada, opitsiyada telefon raqamlarimiz turadi. Kimga mana shunday videolar qiziq bo'lsa, kanalimizga podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa biz qo'yib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi. Sizlar esa birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Mana shunday holatda bo'lgan mana. Yoqsa like, yoqmasa dizlayk bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar, hurmatli obunachilar. Bu videoni mana shunday hammom, uyning ichiga hammom yoki общий tashqariga hammom qildiraman degan aka-uka, opa-singillarimizga maksimal darajada jo'natib qo'yasizlar. Videomizni xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatib borishda davom etib turinglar. Hali bundan keyin bundanda qiziqarli videolarni, bundanda qiziqarli chiroyli hammomlarni chiqarishga harakat qilib boramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamat bo'lib bo'ldi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.